Mana bitta esingizda ochiladi. Tayyor kuxunniylari bilan podключка kvartira topib qo'yganman sizlarga. Lokatsiyani aytib o'tib ketamiz. Двухконтурный kotyol, отопление, parket pol, eshik. Hamma yo'g'ini zo'ridan rasxod qilingan lyustralarga bitta e'tibor bersizlar. Koridorimiz mana hol deydi. Hol ham ancha katta. Mana ikki stol terib olsangiz ham bo'ladi shkaflar bilan. Bu tomonimiz mana podyezdga ko'rib qo'yasiz. Liftli dom. Domimiz Farg'ona shahrida joylashgan. Farg'ona shahrida hozir mana men aytgan lokatsiyani aytib o'tib ketamiz. Spalniyda mana Spalniga bu 45 ta razvedka qo'yib yuborilgan ekan. Mana lokatsiyamiz Rayhonda orqasida mana Alisherka uni ikkinchi maktabda oldida Farg'ona shahrida markazi. Mana shu yerdan ko'rib o'tirasiz Farg'onani. Ammo bu tomoni haqiqatda zo'r bor-u, atmosfera tomosha qilgan zo'r joy ekan. Общий kvadraturasi 79 kvadrat. Domimiz 10 etajli qurilgan, kvartiramiz 10-etajda turibmiz. Hozir liftlidan liftda chiqqanmiz. Bu mehmonxonamiz, lyustralargacha yangi qo'yilgan. 1 kvadratini $620 dan beramiz deyaptilar. Общий 79 kvadrat, 2 xonali kvartira. Ariston ham yo'g'igacha qo'yilgan ekan, kafellar bo'lgan. Parket pol, eshik, отопление. Pastda raqamli telefon bo'lsangiz sizlarga baraka qilamiz. Farg'ona shahridan so'raganlarga jo'natib beramiz.